dang'illatib uyni qurib qo'ygan. Hashamatli uy. Tashqaridan qaraganda bironta bir nuqson yo'q. Tashqi ko'rinishi zo'r. Ammo uyning ichida hech qanday qulaylik yo'q. Issiq suv, sovuq suv yo'q. Idishni ham, kirdi ham, chillada eshik olib chiqib yuvadi. Keyin pochkasi ketadi qizlarimizni, ayollarimizni, kelinlarimizni. Ha desa, shu kir yuyapildi. Va o'g'il bola uyda ustiga pul sarflamasdan hashamaga. Subhanalloh, hozircha million xil turi chiqib ketibdi. Bir yil remont qilib tursangiz, keyingi yangisi chiqyapti. Ustiga emas, birodarlar, ichiga sarflaylik. Bormi? Ustiga choplayotgan pul ichiga qilaylik. Issiq sovuq suv qilib beraylik. Bolalar yuvinishiga issiq hammom qilib beraylik. Minimalli sharoit qilib beraylik. Bu biz yelkamizdagi vazifamiz, birodarlar, burchimiz. Shoyat shu darslarimizdan keyin ayrim birodarlarimiz uyga bir hammom yoki qanday issiq suv sovuq suvni qilishga bu yelkalardagi vojiblar akalar. Bali xolasangiz qilib beradigan narsa emas bu.